ma'qul he. Ye. Ustoz bu nima degan desa, sahar pallada onani allasidan farzandga bo'ladik san'atkorga ona suti bilan o'tadi. Bu o'zida o'zi san'atchi bo'lib qolmaydi. San'atni pok, bu sanoyi nafisa der edi. Shuning uchun ustozimizni aytganlarini qilib, qilganlarini qilib, mana Alloh taolo yaratgan bo'lsa, ota-onamizdan keyin bizni pir ustozimiz deb shu odam bilamiz. Bizga o'xshagan san'atkor kamonchilardan juda ko'p hozir ko'p edi. Bizni 500 kilometr boshqa Qirg'iziston davlatida O'sh shahridan shu inson chaqirib olib kelib, endi mashada bir ijod qilasan. 76-yili Eldor aka etnograf ansambl ochilgan. Siz o'shunda badiiy rahbar edingiz. Mo'minjon akalar bor edi, Ubeydul akalar. Shunda usta yiqqan bizni. Bir 20 kishi ishtat olgan. O'tirib endi bu Uyg'ur ansambli deyapsiz, mana Xorazmcha deyapsiz. Farg'ona Toshkent yo'li bor. Bizni Shoshmaqobdan tashqari. Shu Farg'ona Toshkent yo'lidagi butun musiqalarni, mushkulot qismlarini o'tirib o'sha magnit tasmalariga 2 yil mobaynida yozdik. O'zlari chaldilar. Shu Mirza Davlat bo'ladimi, u bo'ladimi, Nasrulloyev bo'ladimi, endi ustoz, endi Birta Dobidova, rahmatlik, Kamuna Ismoilova, Malohat Dadaboyeva, Orif Qosimov, Temur aka Mahmudov. Bu inson endi demak buloq ekanda haqiqatda. Hali yo'q yerda nima deydi? Ishboshi, karvonboshi ekan. 79-yillarimi bu dutarchi qizlarni ansambl qildi. Yana oradan ancha yil o'tgandan keyin maqom ansambliga rahbar bo'lib keldilar. Yine bizni hammamizni yig'ib simpozimga olib bordilar. Bu yerda qarang endi. Nabakani, Odil akani, Pattaxon akalarni hammasini yig'ib kelib butun dunyo simpozimida chiroyli obro'lar bilan qaytib kelindi. O'zbekiston xalq hofizi degan unvon Jo'raxon Sultonov, Ortiqxo'ja imom Ma'mirjon akada bo'lgan ekan. Subhanovlarda. Keyin shuni ustoz o'tirib, endi nimaga endi mana dunyo miqyosidagi ko'rikda yaxshi oldi. Odiljonga, Pattaxonga, Nabijonga deb Orifxon akaga deb mana shu insonda Alloh rahmat etsin, shu inson yana xalq hofizini tiklab berdilar.